Do'stlar, mana Unzotga keldik. Mana o'ga. Ana shu Unzot domidan 3 xonali yana uyimiz bor. Ikkinchi etajda remont qilingan, tayyor. Eng zo'ri ataplenasi zo'r qilingan ekanda, uyda ichiga qilgan ekan o'zlari. Mana shu hozir kirib ko'ramiz. Mana hovlilari. Детский площадкasi bor mana yerda o'ynaydigan. Yo zapravka tomondan kirib kelasizlar. Ko'chadan kirib kelganlaringda mana bu yoqdan birinchi o'rtadagi dom. Oxirgi pod'ezd. Hozir kirib ko'ramiz uyda. Uyda 300 million deyapti. Kelishtirib beradi ichida. Ko'p narsasi qoladi ekan bu yerda ham. Buni ko'rinishi. Kirishda. Ishni yo'q qo'yik. To'g'rida kirganlaringda bitta zali bor. Ko'rsatib birinchi to'g'rida mana ataplenasini ko'ryapsizlarmi? Paroylarni qanday qilgan. Buni uyda ichidan yoqib o'chirasizlar. Eng zo'ri shu ekan. O'zlaringiz xohlaganda yoqib, xohlaganda o'chirasizlar. Mana ikkinchi xonasi bu. Turadigan. Shu mana xonalarda aboy bor. Mana pardalar, lyustralar qilingan. Eshiniki, etak o'ng qo'lga chiqqanda mana yana bitta 3-xonasi bor. Детский xona hisoblangan bo'ladi buni. Bu yerda ham mana aboylar qilingan. Uyimiz zo'r. 3 xonadan iborat. Xo'p. Bu yoq tarafga yursak, kuxnyasi bor, balkoni bor. Mana. Balkon bilan kuxnyani ochgan, keyingi chiqib katta qilib qo'yibdi. Mana ataplenani ko'ryapsizmi, qanaqa qilingan? Sizlarga aytgan narsam manaki. Bu yerdan yoqasizlar gazni. Ama isiydi ataplena. Suvni ham shu yerdan solasizlar. Anosi mo'ris tashqariga chiqib ketgan. Ana qulay sharoit. Bu yoqlar hammasi qilingan, tushkalari, ana suv, nasos ishlaydi, 24 soat tortib turadi suv. Mana bu yoqda o'tirib, choy ichasiz, televizor ko'rasizlar. Cho'milgilaring kelsa, bu yoqda sanuzellari bor. Mana bu yoqda vannasi bor. Issiq suv chiqadi. Simsitlarni yangi qo'ygan. Agar boshqatdan qilib olaman desalaring, o'zlaring yangi vanna qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. Bitta bu yoqda 10 etasi mana.